Mana shu akaga o'xshab qiynalish xohlamasangiz, adresni to'liq yozib keling. Mana shu odam umuman bo'lib mo'jiza qilyapti. Ya'niki toshni adresini bilmaydi. Moskovskiy oblast, город Раменский, деревня такой, улица такой, toshni yozish kerak. Bu odamga shu narsa yo'q mana. Telefon qilib qiynalib o'tiribdi bechorada. To'g'ri iloji boricha talonni через TMC migrant programmasi olib kelgan. Mana shu qiz bilan kelamiz hozir. Soat 11:42 bo'ldi, 11:45 da ochiladi xudo xolasa. Mana bular ertalab soat 7 da talonni just o'zi kelgan. Hozir ochadi kelgan. Odam ko'rib, shuncha odam ko'p. Pasport qilish kerak. Vaqtda shu programmani olib turaylik, o'zlaringiz olsin. Programma men aytganim uchun menga 1 so'm bermang. Sizlarga yordam masalasi. Yordam bo'lish masalasi berib qo'yamiz. Qo'shib ketishamiz. Bu yoqda bitta odam o'tirdi hozir. Talonlari 11:30 ga edi, 11:35 mi 37 da o'tirgan edilar. Bosib qaramiz, bizniki qanday bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimda Behzod Mamajonov asr vaqt yutgan tomosha qilmoqdasiz. Aka-ukalar, mana shu senimiz bilan 13-may 2026-yil Saxirvaga borib, sertifikatga o'zlari topshirib video qo'ydik. Juda ko'pchilik kommentariy yozibdiki, o'zlaringiz sotib olgansizlar, yolg'on deb. Birinchi marta kelishimi, rus tilini qanchalik biladi? Hozir o'zidan so'raymiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib, shu yerdan tarqatib qo'yinglar, hamma xabardor bo'lsin. FMSda holatlarni qo'yib boramiz. Nima holatlar bo'lyapti? Saxirga borganda qaysi programmadan nima o'sha olib borish kerak? Hammasi tushuntirib beramiz. Siz qachon kirib keldingiz Moskvaga? Moskvaga 9-may kuni soat 1:30 da qo'ndim. Aha. Men sizni 13-kuni programmadan o'shat olib bordim, to'g'rimi Saxirvaga? To'g'ri. Bundan oldin videoda ko'rishdi. Lekin odamlardan kommentariy kelganki, mana chislosini ko'rsataymi-da? Ko'rindimi chislosi? Ko'rindimi chislosi? Endi bitta ism familiya ko'rsatish mumkin emas, chunki YouTube blok qiladi. Saxirga bordik. Rus tilini qanchalik bilardingiz? Rus tilida faqat da, net degan so'zlarni bilaman, bo'ldi. Qayerdan o'rganib bordingiz? Xalqqa tushuntirib aytingiz. Yandex Browser degan programma bor. O'sha orqali 2 soat tayyorlandim va testdan oson o'tib ketdim. Siz O'zbekiston qayerdan? Toshkent viloyat Chirchiq shahri. Sizda baribir rus tiliga qanaqadir gapirishlar bo'lganda, to'g'rimi? Bir so'zlarni yo'q bo'lmagan. Yo'q. Rus tilim 0. Aka-ukalar, mana o'zlaridan olib ma'lumot sizlarga beraman. Ba'zi birlar Saxirvadagi videoni ko'rib har xil kommentariy yozadi-da. Bitta odam kommentariy yozgan ekan, "Sen kelding tipa, bu bloglarga qo'shirding, bema'ni video qilasan tipa Saxirvaga, bema'ni video oladigan odamlar boradi" degan ekanda. Shu insonga men aytmoqchimanki, siz xalqqa nima yordam qilib qo'ydingizki, bunaqa kommentariy yozasiz. Saxirga borib ichkarida holat ko'rsatamiz. Siz buni olib kirdimman. Programmaga talonni kim olib bergandi sizga? O'rtog'im. Mashhur olib berdi-da? Da. Bonu yoki Mashhura? Bonu. Bonu olib bergandi. Qilgan xatosi dugonasini o'zini telefonidan olib bergan. Biz Saxirga kirgan vaqtimizda 13-may 7-sektor 18-akoshkada bizni qabul qildi. Shu yerda o'tirgan o'zbek tojiklar ko'rgan bo'lsa yozadi bizga-da. Qanaqa g'alaba bo'lganini ko'rishdi o'zlari. Faqat uni syomka qila olmaganmiz, chunki mumkin emas. Aytdiki, "Sana dedi, qo'lingda bo'lish kerak programma" dedi. Qabul qilmayman dedi. Отказ qilmayman, top programma dedi. Topdik programmani. Ya'niki telefon qildik, nomerini uladik o'sha programmaga va ko'rsatdik. O'shanda ham qabul qildi. Oxirida aytdiki, nima dedi? Tushunganmidingiz? Yo'q, rus tili bilmayman. Urishganini ko'rdingiz-a? Savol javob qilib qancha baqirib Ko'p chiqargan. baqirdi, asabiylashdi. O'sha rus ayol asabiylashdi, sochi mana shu joy prichoska, sochini yig'ib olgan. Sektor nomeri 7, 18-akoshka edi. Shu yerda qabul qilmayman, tipa aminen bo'lish kerak, aminenda registratsiya ko'rsatilmagan, unaqa deb prosta boshini oldi. U yo'q narsa. Oldimizdagi o'zbeklar aytayotgan, "Urush qilma, buni tortishmaga problem bo'ladi" deb. Men aytamanki, aminani prosta skachat qilib keladi yangi kelgan musofirlar. Nima uchun registratsiyasi yo'q? Chunki bu kvartirada yashaydi, общежитиеda emas. Tolki amina. Faqat amina bilan qabul qilasan. Birinchi yo'q dedi va oxir oqibat qabul qildi. Qabul qilgandan keyin shu yerda o'zbeklarga aytdi, "Aka-ukalar, sizlar haqlaring bor, tortishga, faqat so'kinmasdan kulturniy." Va undan keyin sertifikatni olib ichkari kirib bordim. Soat biz 11:45 ga ochat olgan edik. 12:45 da topshirdik primerni va soat 3 da chiqib ketdi, to'g'rimi? To'g'ri. Yangi keladiganlarga meni maslahatim Saxirvaga migrant servis MC ilovasidan programmasidan
oshrat talon olib boringlar. 20 qancha ming to'ladingiz? Ha, Summasi sizda bormi? yo'q, ular to'lashgan, men pulni bergandim. 26 ming rubl atrofida to'lagan, borib topshirib kelgan. Maslahatim, pasport переводni ham qilib olinglar. Pasport перевод o'zlaringni olib borib stol qo'ysalaring qabul qiladi. Ba'zi bir odamlar shuni ko'rib turibman, pasport переводи bor, lekin stol ustida qo'ymaydi, ularga qabul qilmaydi va все уже поздно deydi. Ya'ni 1000 rubl pul to'lash kerak bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yinglar. Hozir biz metro Tulisda turibmiz. Tuliskin ikkinchi vaqtda xuddi shu yerda chiqib, ikkinchi vaqtda o'ng qo'lga burilib, Qadimgidan o'tib kelsalaring, bu yerda bu tomon ko'rsating-da. Targov sentr Karabil mana shu domni tagida. Bu yerda biz nima qilamiz? Yangi kelgan o'zimiz aka-ukalarimizga SNIS, biometriya, goslugi, sim karta hamda bank karta qilib beramiz. Hammasi bepul 500 rublga sim karta olsa bo'ldi. Sim kartalar biz limit. Bundan tashqari pasport перевод 1 soatda chiqadi. Dushanbadan jumagacha Vastavina gos uslub turdoydagor qo'lda bo'lsa, через gosluk udamni ham qilib beramiz. Yangi kelgan aka-ukalarimiz kelsa, mana shu xizmatlarimiz bor. Nima deysiz sizni ko'rib turgan o'zimizni qora ko'zlarimizga? Rossiyaga kelolmay o'tirganlar, rus tilini bilmayman baribir deganlar uchun kelinglar, sertifikat olinglar. Faqat ruslar bilan emas, o'zbeklar ham shu yerda rus tili bilan gaplashmas, o'zbeklar bilan ham gaplashib ish topib ishlasanglar bo'ladi. Kelinglar, o'rganinglar. Mana o'zlaridan olgan intervyumiz nasib bo'lsa, примерно 15 kundan keyin olsa, uni ham video qilib chiqaramiz, to'g'rimi? To'g'ri. Aka-ukalar, ekranga nomer qoldirdim. Sizning biometrik gosluga kerak bo'lsa telefon qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari ishonchlik aviakassa va ishonchlik kirish xizmatlari ekran nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Hozir ichkarida ko'rsatamiz, ichkarida nima holatda bo'lyapti. Qani ketdik. Mana o'sha tochkamiz do'stlar. Kim shu yerga kelsa, biz ofisga kiradi. Shu yerda SNIS, biometriya, goslugi, sim karta hamda bank karta qilib beramiz. 500 rublga sim karta olsa bo'ldi. Va bundan tashqari imla shu yerda pasport перевод 1 soatda chiqadi. Bu qo'shimcha ishlar. Vastavina gos uslub kimda turdoydagor qo'lda bo'lsa, udamni ham xuddi shu yerdan qilishingiz mumkin. Sahroga borish shart emas, bemalol kelishingiz mumkin. Mana seni o'zim ko'rsatdim. Yangi kelish videoni jo'natib qo'yinglar.